Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar, akalar. Bugun 2 dona yosh ko'chat buqachalarimiz bor. Kimgadir ma'qul bo'lsa, beramiz deb turibmiz, akalar. Mana. Ko'ringlarchi, uka puli yengilroqdan, yoshroqdan bo'lsa 2 dona olaman deb telefon qilyapti deylar, akalar. Mana sizlar uchun olib kelib qo'ydim, akalar. Bugun 27-noyabr hafta kuniga payshanba bo'lyapti. Orqalarini qaranglar, kengligini qaranglar. Mana, orqasi keng. Ko'ryapsizlarmi? Mana qanday ko'rinyapti bilmayman. Orqasi o'ta keng buzoqlarning. Keyin bo'ylari meniki 1.27 chiqyapti, akalar. Bunday tortib tursa, 1.25 ga 1.20 deylik narigisini. Qaranglar, 6 oylik bo'zaylar 1.25 chiqyapti, akalar. Hashaki novosda 2 yashari chiqadi, to'g'rimi, akalar? Shunaqa. Endi yosh oylar 6 oylikdan dedim-a. 20 ga qo'yib 1.25. Videoni qisqa qilamiz. Mana, bo'zaylar mana, akalar. Mana shu bo'zaylar yaxshi ko'rsatib qo'yib bitta. Yaxshi ko'rinmadi ham deyish mumkin-da kimdir. Mana kallalarni ko'ringlar, hamma yo'g'ini. Akalar, Golishten friz bolalari, toza qonli Golishten friz. Daniyadan kelgan bo'zay molli bolalar, akalar. Narxini yangi tug'ilgan, akalar, ma'lumot uchun aytib ketyapman, 10 million bo'lyapti. Bir haftaligi. Xohlagan fermer solishtiravringlar. Toshkentda 12 million deyapti, to'g'risi-da. Bularda endi 18-19 emas, jupiga 35 million so'm bo'lsa beramiz. Bo'lishi. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Telefon qilaveringlar, akalar. Mana 1.20 ga 1.25. Hashaki molga taqqoslayverasizlar. 35 million so'm bo'lsa beramiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Rahmat hammaga, akalar.